Ada yomon qilasizda. Hazilni oborasizda ada o'zingiz. Men qarang, tug'ilgan kuni 3 kun bo'ldi, to'g'rimi? Birontasiga ham kelmadik. Endi ada bilasiz, xizmatchilarda 2-3 zakazim bor kuniga o'zi. Mayli, yengilliklar bor. Xullas katta kuyovim bor-ku, siz katta bojingiz. Qurilish firmasida ishlaydi, to'g'rimi? Mana. To'g'ri xonali do'mpatlar keladi. O, gap yo'q. O, jacuzzi, o, pihouselar ham bor ekan. Hozir mazza qilib o'tiraman. Mas'uliyat zo'r bo'pti. Sizni kichkina bojingiz, meni o'rtancha kuyovim. Avtosalonda ishlaydi. Avtosalonda ishlaydi. Пожалуйста, yangi mashina padar. O, ada taxovga o'tirib olib, to'g'ri xonali uyga borib olib, ada. Endi kuyov bola. Siz meni eng kenjatoy, eng erkatoy kuyovim. Albatta da. Qap. Voy adajon, sizga zo'rini taklif qo'yganman. Salqingina shundoq tutlanib tegida, adamda skameykalar, 2-3 ta odam o'tiradigan. Endi hamma kasbidan kelib chiqib men ham ko'rko'man, adam o'shanga sizga. Ha? Sog'ing kerak emassan. Ada? Kelganingga rahmat. Choy poy qilarsan. Ada, zato bitta o'zingiz mazza qilib, oyijon xalaq bermang. Ada?